Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz darsimizning davomi olamning yaratilishi 8 bobni qisqacha ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan 8 bob mazmunini bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 8 bob. Shunday bo'lsa-mu Xudo Nuhni va kemida uning bilan birga bo'lgan barliq hayvonotlarni unutib qolmadi. U yer yuzida shamol chiqargan edi, suv pasishga boshladi. Yer ostidagi buloqlar yepilib, osmondan yig'ayotgan qattiq yomg'irmi to'xtagan edi. 150 kun ichida suv asta-asta azaydi. 7-oyning 17-kuni kema Ararat tog' tizimlaridagi bir tog'ning ustida o'ltirib qoldi. Suv davomli pasayib, 10-oyning 1-kuni tog' cho'qqilari ko'rinishga boshladi. 40 kundan keyin Nuh derazini ochib, bir qog'ini qo'yib berdi. Bu qog'a toki yerdagi suv qurib ketguncha kemaning atrofida aylanib yurdi. Şunun bilan bir vaqtda Nuh suning yer yuzidan yongan yoki yanmaganligini bilish uchun bir kaptarni qo'yib bergan edi. Lekin yer yuzini tegicha suv qaplab turg'ashqa kaptar qo'nig'idek joy topolmay qaytib keldi. Nuh qo'lini sunib, uni tutib kemaga kirib oldi. Yana 7 kundan keyin u kaptarni yana qo'yib berdi. Kechqurun yiliq kaptar tumshug'ida yangi zaytun yupurmog'ini tishlagan holda Nuhning yoniga qaytib keldi. Nuh shuningdan suning yer yuzidan asosiy jihatdan yonganligini bildi. Yana 7 kundan keyin u kaptarni yana qo'yib berdi. Bu qatim kaptar qaytib kelmadi. Nuh 601 yoshga kirgan yili 1-oyning 1-kuni to'pon yer yuzidan butunlay yenib bo'ldi. Nuh kemaning qapqinini ochib, o'pchorisiga qarab yer yuzining qurishga boshlaganligini ko'rdi. 2-oyning 27-kuni yer yuzi butunlay qurib bo'ldi. Xudo Nuhga: "Ayoling, o'g'illaring va kelinlaringni kemadan olib chiq. Yanındagi barliq maxluqlar, ya'ni uchar qanotlar va cho'ng-kichik hayvonotlarni olib chiq. Ular yer yuzida yana ko'payib, zaminga taralsin", dedi. Shuning bilan Nuh ayoli, o'g'illari va kelinlarini olib kemadan chiqdi. Yer yuzidagi barliq jonliqlar, ya'ni cho'ng-kichik hayvonotlar va uchar qanotlar o'z turlari bilan top-top bo'lishib kemadan chiqishdi. Nuh Parvardigorga atab bir qurbonlik supisi yasab, halol deb bekitilgan hayvonot va uchar qanotlarning har turidan tanlab so'yib qurbonlik supida ko'ydiribdi. Parvardigor qurbonlikdan mamnun bo'lib ko'nglida insonlarning qilmishlari uchun yerga qayta la'nat o'qimayman. Insonlarning kichigidan tortib niyatining butunlay yomonligini bilaman. Shundoq bo'lsa-mu, yer yuzidagi barliq jonliqlarni hargiz bu qitimqidek qayta yo'qotmayman. Yer yuzi bir kun mavjud bo'lsa, uningda terim yig'im, issiq sovuq, qish yoz, kech kunduzmi mavjud bo'ladi. Olamning yaratilishi 8-bobdimi, asosan biz ko'rgan mazmun ko'p emas. Buni endi cho'ng ikki turga yig'inchalasak, Xudo o'z xalqini, ya'ni Xudoning o'z xalqini esiga elishi, ya'ni Xudoning o'z xalqini unutib qolmasligi. Yana birisi bo'lsa, va'dasi turg'uchi Xudo degan cho'ng bir ikki turda bu 8-bob mazmunini ko'rib o'tmoqchi. Buningda asosan shu Nuhniki, ya'ni to'pandan keyin Xudo bo'lsa Nuhni esiga olib, uningga, ya'ni uning yer yuzida yashashi uchun, ya'ni muhit, ya'ni yer yuzining sharoitini yaratish uchun shamol chiqarib, suvni quritib, yomg'irni quritib, suvlarni quritib qilgan o'xshash, ya'ni Xudoning shunaqa ishlar. Yana birisi bo'lsa, ularni kemadan chiqarib ularni kemadan chiqarishi, anandagi hayvonotlar, jonliqlarga, ya'ni ularga baxta taqilib ko'payinglar degan o'sha amirni qilishi. Yana birisi bo'lsa, alayda biz ham diqqat qilish tegishli bir mazmun bo'lsa, ya'ni Nuhning kemadan chiqqandan keyin qilgan tunchi ishi bo'lsa, ya'ni qurbonlik qilish, ya'ni Xudoga atab qurbonlik supisi yasab, qurbonlik qilishi. Buningdan yana Xudoning mamnun bo'lib, uning yana Xudoning mamnuniyati bilan qilgan so'zlari, shunday bir mazmunlar. Bularni ham biz inchiklik bilan ko'rib o'tsak, biz bizning kitobda, lekin Xudo Nuhni va uning kemada uning bilan birga bo'lgan barliq hayvonotlar unutib qolmadi deb bunday tarjima qilgan. Ya'ni esiga oldi deb asli ibroniy tilda, ya'ni esiga oldi degan gap. Ya'ni esiga olish degan gap zakar, ya'ni ibroniycha zakar degan so'z. Bu esiga olish degan so'z endi bizning nimamiz bilan o'xshash ishiltishi. Ya'ni esiga olish, yodda tutish, anglash, quloqida chin tutish, ya'ni quloqida saqlash, keyin yana amal qilish degan ma'nolar bor. Ya'ni muqaddas kitobning nurg'un yerlarida bu so'z ishlatildi. Buningda yana esiga olishni yana biz yana bunday bir ma'no jihatdan biz qaraganimizda bugun hozir biz endi tilshunoslik nuqtai nazaridan
tahlil qilyapmiz. Esiga elishni birisi ahda, va'dasi, so'zi, o'zaro qilishgan kelishimi bo'yicha shu va'dasida turish, ahdisida turish, kelishimida turish degan ma'nolarni bildiradigan ma'nolar bo'lsa, yana birisi bo'lsa, Xudoning shu belgilgan vaqt soatining yetib kelgandan keyin Xudoning shu amalga oshirmoqchi bo'lgan ishining amalga oshirilishi, ya'ni belgilgan vaqt soatining yetib kelganligi. Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishi uchun shu vaqtning kelganligini. Andan keyin bo'lsa yodida tutish, amal qilish, ya'ni buyruq, amr farmonlarni, tuzumlarni yodida tutib amal qilishga ma'nosi bor. Masalan, Xudoning degan so'zlarini esinglarda tutinglar, esinglarga elinglar degan o'xshash shu Xudoning so'zlarini, amr farmonlarini, buyruqlarini, tuzumlarini shularni yodida tutib, ularni amal qilish, ya'ni amal qilish deb tarjima qilgan mazmunlarmi bor. Andan keyin yodida tutish degan gapni, ya'ni Xudoga nisbatan, ya'ni Xudo yodida tutdi, yodimda tutaman degan so'zlari baxt ato qilish, men baxt ato qilman, barakatlayman degan so'zlarni degan ma'nolarni bildiradi. Buni biz yani inchik bilan bir ko'rsam, bu so'zni ko'rib o'tishdiki maqsad nima desamda, bu so'zmi buni nayt cho'nqurlik bilan biz tushungan vaqtimizda, bizning hayotimizda nurg'un vaqtlarda bizga nihoyatda ilhom madad bergan bir so'z. Bo'libmi biz hayotimizda, hozirgi bizning turmushlarimizda nurg'un vaqtlarda bizning sabr toqatni talab qiladigan ishlar nihoyat ko'p. Hem biz daim o'ylaymiz, duo qilsak, albatta yangi ahdim jihatdaydi, ishonch bilan duo qilsanglar, Xudo cho'qim tilaginglarni ijobat qildi deb. Undaq bo'lsa biz duo qilgan vaqtimizda yana mundaq narsa bor. Biz duo qilgan vaqtimizda Xudoning bizga bergan va'dasini, ahdisini tutib turib duo qilish. Duo qilganda yana mushunga diqqat qilib tursak, bizda texmo ishonch ham Xudodan kelgan, Xudoning va'dasidan kelgan tinchlik qalbimizni qoplab, shu vaqtda bizning turmushning har xil tamtirashlardan, tiynashlardan, har xil bizni nima deymiz, aldirab qilishlardan, ashna xalq aldirab qolgan ahvolga qarab tezroq mana ahvoldan chiqsam, tezroq mana ahvoldan qutulsam degan ahvollar bo'lamizmi? Shuna ahvollar astidan bizga sabr toqat bilan, Xudoning va'dasi bilan, Xudoning irodasi, ya'ni ustimizga irodasini texmo tunib yetishimizga, shunday sabr toqat bilan Xudoning eng yaxshi vaqt soatini, ham shunday Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlarni kutadigan, shunday bir kutish, intilish, shunday bir qalblarni, arzularni, Xudoga bo'lgan tashna bo'lgan qalbimizni texmo cho'nqurlatib oshiradigan bir so'z. Shuning uchun men bir yezib yig'inchoqlab baxtdim. Ya'ni esiga elish, ahda va'dasi bo'yicha, Xudoning so'zi bo'yicha, ya'ni Xudo o'zi qilgan va'dasi, o'zi qilgan ahdisi bo'yicha shularni esida tutish, shu so'zlarda turish deganiga ma'nosiga asosan biz yaratilish keyingi bobdalam chiqadi, ya'ni 9-bobdalam. Mayli qachon bo'lmasa, ya'ni Hasan Husayn ko'rgunimda tuzgan ahdimni esimga olaman. Ya'ni mangulik ahdimni esimga keltiraman degan o'xshash. Hasan Husaynni ko'rsam, sizlar bilan tuzgan ahdimni esimga olaman. Ya'ni qaytisini yo'qotmayman. Mushu ahdim bo'yicha oxirigacha sizlarni yo'qotmayman degan o'xshash shu. Andan keyin yaratilish 19-bob 29-oyatda, ya'ni Lut yashagan tuzlanlikdagi shaharlarni xaroblikka aylantirgan vaqtida İbrahimning talabini esiga olib, ya'ni İbrahimning ya'ni Xudoga duo qilib, Xudoga talab qildi emasmi? Xudodan shu qadar cho'nqur sabr bilan 50dan 40ga, 40dan 30ga degan o'xshash durust odamdan 50 kishi sen yo'qotamsan degan o'xshash birdan eng oxirisida bir kishi qolg'ichalik o'shana bir so'zlashganiga qadar shu qadar sabr bilan Xudodan talab qilgan shu mazmun chiqdi. Shuningdimi, ya'ni Xudo İbrahimning shu talabini, ya'ni duosini o'zidan talab qilgan shu talabini esiga olib qana qildi, Lutni qutqizdi. Ya'ni bu yerda shuni abayim degan o'xshash Xudo bizning talablarimizni, duolarimizni ijobat qildi degan so'zlarni yana shundan ko'ra olamiz. Ya'ni Xudo bizning Xudoga talpingan, Xudoga talmurgan har bir bizning shu qalblarimizni, so'zlarimizni har vaqt Xudo anglag'uch Xudo, esiga olg'uch Xudo ekanligini bu yerda ko'ra olamiz. Andan keyin chiqish, ya'ni Misrdan chiqish 2-bob 24-oyatda, ya'ni İbraniylar, ya'ni Misrda turgan vaqtida shularning nolib faryod qilganlarini qilgan vaqtida Xudo deydi, ya'ni ajdodlari bo'lgan İbrahim, İsoq va Yaqublar bilan tuzgan ahdisini esiga olib, ya'ni
bu vaqtda Xudo İbrahimga deydi, ya'ni sening avloding Misrga kirib 400 yil qulluq yashaydi, 400 yildan keyin men ularni qutqizib chiqaman degan bir va'dasi bor İbrahim bilan tuzgan. Shunga o'xshash shu va'dasini esiga olib, ya'ni İbrahim bilan, İsoq bilan, Yaqublar bilan tuzgan shu va'dasi bo'yicha, ahdisi bo'yicha, shu va'dasi, so'zi bo'yicha shu so'zini va'dasida turib shu so'zini esiga olib, amal, ya'ni qilmoqchi bo'lgan shu ishini mishada ya'ni ko'ra olamiz. Shuning uchun bugungi mazmunning temasida Xudo har zaman o'zining va'dasida turuvchi edi. Ya'ni inson ojizlikdan, ya'ni inson nihoyat ojiz, inson bir gunohkor tabiati bilan o'zining qilgan so'ziga ega bo'la olmaydigan ahvollar ko'p holatda yuz berdi. O'ylamayli deydigan gaplar ko'p bo'ldi, lekin Xudo unday emas. Hammamiz bilganimizdek. Undan keyin Xudo o'zining degan gapining har bir tilini hargiz tushirib qo'ymaydi. Ayso Masih deydi, ya'ni Tavratning har bir chekitimi amaldan qoldirilmaydi, balki men uni amalga oshirib keldim deb. Ya'ni demakchi, ya'ni Xudo o'zi payg'ambarlar orqali qilgan so'zlar bo'lsin, mayli bizga qilgan so'zlar, ya'ni Ayso Masih orqali bizga anqirat qo'zg'an, bizga qilgan so'zlar bo'lsin, bularning hammasi cho'qim amalga oshadi. Shuning o'xshash bizda bugungi mazmun, ya'ni bugungi olam yaratilish 8-bob orqali bizda bir shunday bir ishonch paydo bo'lgan deb umidman. Ya'ni Xudo bizga bergan va'dasida har vaqt esida tutguchi, va'dasida turguchi, so'zini cho'qim amalga oshirguchi. Ya'ni Xudoning so'zi qilish, o'tkir qilishga o'xshash shu qadar o'tkir, ya'ni shu zaman nima amalga oshguchi, barhaq amalga oshguchi Xudoning so'zidir degan so'zlarni esimizda tutsak ekan degan umiddaman. Andan keyin esiga olish, Xudoning belgilagan vaqt soatiga nisbatan, ya'ni yaratilish biz 30-bob 22-oyga kelganimiz, ya'ni Yaqubning ayoli Rahila boshida tug'mas demasmi? Shu vaqtda Xudo deydi, ya'ni Xudo Rahilani yod etib duosini ijobat qildi. Ya'ni belgilagan ma'lum vaqt soat kelgan vaqtida, ya'ni Rahilami xil uzun duo qilganda bu vaqtda. Ya'ni hadisi Rahal bo'lsa, u yerda 5-6 balani tug'ib bo'lgandan keyin, andan keyin eng og'irisida Yusuf bilan Rubenni tug'di emasmi Rahila. Shundaydi, shundan keyin Xudo Rahilani yod etib duosini ijobat qilib, uni farzand yuzi ko'radigan qildi. Ya'ni Xudo Rahilaning duosini ijobat qildi. Ya'ni Xudo Rahilaga shunday bir vaqt soat kelgan vaqtida, ya'ni Rahilaning shu qadar sabr taqatlik bilan uzun duolari, uzun kutishlari orqasida bir vaqt soati kelib, Xudo uning duosini ijobat qildi. Bu vaqt soati degan so'z muqaddas kitobda nihoyat ko'p uchraydi. Payg'ambarlar qismidan bor, anadagi bizning atlardimi shu mushna vaqt soati degan so'zlarni ko'p uchraydi. Shunga o'xshash, ya'ni Xudoning belgilagan vaqti, irad qilgan, bekitgan vaqti soati kelib degan so'zlarni kelib esiga oldi degan ma'noda tushunishga bo'ldi. Ya'ni bo'lsa yodda tutish, amal qilish, ya'ni buyruq, amr farmonlarni, tuzumlarni yodda tutib amal qilish. Ya'ni bu bizga nisbatan aytildi, Xudoning xalqiga nisbatan aytildi. Bo'libmi chiqish, ya'ni Misrdan chiqish 20-bob 8-oyat qaraydigan bo'lsak, ya'ni dam olish kunini muqaddas kun bilib uning amal qilinglar. Anandaki 23-bob 13-oyat, ya'ni men Parvardigor sana aytgan so'zlarga to'liq amal qil. Ya'ni bu yerda amal qilish degan so'zni, ya'ni esinglar tutinglar. Ya'ni dam olish kuni muqaddas kun bilib, dam olish kuni esinglar tutinglar. Ya'ni dam olish kuni itoat qilinglar, amal qilinglar deganda. Ya'ni shu men sizlarga aytgan so'zlarni esinglar tutinglar, quloqinglar chin tutinglar, ya'ni amal qilinglar degan so'zda. Shunga o'xshash, ya'ni bu so'z amal qilishga ishlatildi. Andan yodda tutish abayam degan o'xshash baxtda taqilish ma'nosida, ya'ni Misrdan chiqish 20-bob 24-oyat qaraydigan bo'lsak, topida men uchun bir qurbonlik supsi yasab, yerda qurbonlik qilinglar, ya'ni ko'ydirma qurbonliklar şey suninglar degan so'z mazmun. Chunki men, ya'ni nomim bilan kelib sizlarga baxtda taqilman deb, ya'ni asli til bilan qarag'atimiz, men sizlarga baxtda taqilman degan, men sizlarning yodimni tutaman degan so'z mishadi. Andan keyin Lavila qismining 26-42-oyat qismidami men Yaqub bilan bog'lagan ahdimni yod qilib, İsoq bilan bog'lagan va İbrahim bilan bog'lagan ahdimni esim keltirib, esim keltirish birinchi esim keltirish bilan o'xshash. Ziminni yod qilaman. Mishadagi yod qilaman degan, ya'ni ziminni yod qilaman, baxtda taqilman, qaytadan ko'hiltiman, qaytadan rivojlantirman degan, o'sha gultiman degan, o'sha shu baxtda taqilman degan ma'noda shu yod qilaman degan so'zni tarjima qilgan. Shunga o'xshash esida tutish,
esiga elish degan so'zni biz shunda ham biroz qalaymagan bo'lsa-mu, ya'ni biroz tilshunoslik nuqtai nazaridan bo'lsa-mu, biroz cho'nqurroq bu so'zni biz tushungan vaqtimizda biz nihoyatda ko'p hollarda bizning duolarimiz bo'lsin, bayli kunlik turmushimiz bo'lsin, bu so'z bizga nihoyatda kuch qudrat ato qilgan so'z deb o'ylayman. Masalan, bizning hozir ko'p vaqtlarda itqachilarning har bir kuni hargiz undaq nima deymiz, azob oqibatsiz yoki bir nima deymiz, dunyoning ko'zi bilan qarayapmizda, dunyoning insonlarining nazaridan qarayapmizda, dunyodagi insonlar qaraganda bizning hayotimiz o'xshamaydi. Har kun yangi ishlar, nurg'un ishlar, ba'zan qiyinchiliklar, shunaqa ishlar bo'lib turadi. Hatto hozir hammamiz balkim o'xshash ko'p qiyinchiliklar, ya'ni nurg'un ahvollar, ya'ni bo'atimiz nurg'un ishlar duch kelmaymiz degan o'xshash. Shunaqa vaqtlarda biz saqlash, qanday hal bo'lishini, nereden yo'llar chiqishini, Xudoning nalardan yo'l ochib, bizni qanday o'rinlarga yo'tkishini, bu ahvollardan biz yine sabr taqat bilan kutish, saqlash kelib chiqadi. Yana ba'zilar biz urgining deganimiz bo'yicha to'y, nikoh, oila qurish masalasi ishlari va biz dunyoning nazari bilan qarayapmizda, bizning yoshlarimiz ba'zilar deydi, o'ylaymiz, yeshimiz cho'ngib ketdi deb. Masalan, burunqi kishilarimizning, burunqilarning nazari qarashi bilan qarayapmizda, 25 yoshni eshitgan voy qayeri ketdi deb qaraydi-ku cho'nglar. Biz cho'nglar ashdan jiqqa qiladi, biz jiq anglagan. Lekin biz qayeri ketdi deblar, biz o'zimizdagi o'zgarishga qarab, o'zimizdagi o'zgarishni yaxshi qabul qilmagan ahvolatimiz, qabul qilmaganimizda qalbimizda bir xil aldirash paydo bo'ldi-ku. Shu aldirash paydo bo'lib duo, masalan, bo'lib biz e'tiqodchilar qandaq oson emas, ya'ni Xudoning irodasi bilan, Xudoning yetaklishi bilan haqiqiy Xudo xursand bo'lgan oilani qurib chiqishni xohlaymiz. Shunday vaqtda yana biz duo qilyapmiz, hech uchratmaydi-ku deydiganlar ko'p. Shuning o'xshash, lekin bayab degan o'xshash Xudoning vaqti soat kelgan vaqtida Xudo cho'qim bizni esiga olib, ya'ni Xudoning bizga bo'lgan eng muvofiq qaragan shu vaqti soatida bizga bo'lgan eng yaxshi bo'lgan odamni bizga yetkazadigan bo'lgan shunday ishlashnimi, shunday sabr qilib kutadigan vaqtimizda ham Xudoning cho'qim va'dasida turgan, ham shunday Xudoning doim bizni esiga oladigan, bizga bergan va'dalarini, bizning barliq xalqi muhit sharoitlarimizni esiga olgan Xudo ishkanligini biz doim esimizda tutib turib duo qilgan vaqtimizda Xudoning shu xil va'dasi turgan Xudoligiga ishonib turib ishlash bilan duo qilgan vaqtimizda texmo bizning kunlarimiz Xudoga topshirish bilan hayotimizga har bir ishlarni Xudoga topshirish bilan texmo xo'shal-xora, tinchlik ichida o'tadi deb o'ylayman. Bo'libmi bunga o'xshash bayamda ya'ni Nuhni unutib qolmadi degan so'z, ya'ni o'ylab baksak 150 kun oldin qopdi dedi, to'pon yer yuzini 150 kun qopladi deb. 150 kun oz degandim 6 oy vaqt. Biz korona vaqtida uydan birorta ishga ketdi, bir oy ishga chiqmagan vaqtlarda biz nim bo'ldik uyning ichida buruqtirim bo'lib degan o'xshash, lekin mushundaq yomg'irliq, to'ponliq biz o'ylab baqaylik, qiyochiya olamning oxiri bo'lgandim shunday bo'ldi deb o'ylaymiz. Barliq jonivorlar, barliq odam zotlar hammasi to'pon sababidan hammasi yo'qotilayotgan shunday vaqtlarda kemining sirti bo'lsa varang-churung, qiyochiya, nolib faryod hammasi anglanayotgan. Ham keyin bo'lsa suning ovozida, ya'ni bara suda hamma inson zoti, hamma jonliqlar hammasi ya'ni o'lib nobud bo'lgandan keyin bo'lsa tip-tinish suning ichida, bular bo'lsa kemining ichida hayvonlar bilan, ya'ni oilasilar bilan shu qadar uzun vaqtni, biz o'zimizning turmushimizni, o'zimizning nuhni o'rniga qo'yib o'ylaydigan bo'lsak, shu qadar uzun vaqtni 6-7 oy bu tak to'planma 6 oy bo'lgan bo'lsa, oqidan yana suning asta-asta qurishiga vaqt ketgan-ku. Shuning uchun biz o'zimizning nuhni o'rniga qo'yib shuna bir kemning ichida deb o'ylaydigan bo'lsak, shu qadar ularga shu qadar bir xil sabr, shu qadar bir xil Xudoning ularni baldirroq qutqizishidan, mishadan chiqarishini umid qiladigan shu qadar bir umidining borligi, umidini taqozzosini biz ham his qila olamiz. Mushundaq Nuhning ahvoli, mushundaq Nuh va oilasiga mushundaq kemning ichida Xudoning baldirroq ularni chiqarishini taqozo qilib kutayotgan mushundaq kunlarda Xudo ularni esiga olib, ularni
kemiden baldırak çıkarış için muhit hazırlaydı. Yani su pesiş için yeryüzü şamal çıkarıp, bulaklarını yepip, yağmurlarını toxtutup, deyin oxşaş. Aşına halkı muhit hazırlaydı, şarayet hazırlaydı emas mı? Şunu oxşaş Xuda mı bizni her vaqt esiga aladi. Anın için bizge hem bizim dualarımız, bizim hatta biz abayam deyin oxşaş. Xuda bizim kaçan Xuda qaçamı muşu tiligimizni, qaçamı muşu dualarımızı icabat kılırsız deb biz dua qilib, sabır qilib, kütüp, ba'zan vaqtlarda bek uzun sabır qilib, ümidsizliklarga holatlarga tushgan ahvollar bo'ldi. Shundaq biz shundaq ahvollar ostida o'ltirgan vaqtimizda Xudomi o'z navbatida billa ish qilayotganligini, billa xizmat qilayotganligini, billa bizning mushu ahvollarimizdan, mushu qiyin sabr ichida kutayotgan mushu qiyinchiliklarimizni baldiroq bizning qutuldirish uchun bizning uchun muhit, sharoit hammasini tang bizning duolarimiz bilan tang o'shana xizmat qilayotganligini biz yana ko'ra olamiz. Andan keyin shuning asosan biz yana va'dasida turg'ish Xudo dedik. Ya'ni Xudo Nuh bilan tuzgan ahdisi bo'yicha Nuhni esiga oldi. Yana bayonida dedik, shu unutib qolmadi degan so'z yana Nuhning va'dasini biz ko'rib chiqqan. Nuh bilan Xudoning tuzgan va'dasini ko'rib chiqqan bo'ldi. Yani 6-bob 18-oyatda men sen bilan bir ahd tuzay deb Xudo deganimiz. Yani Xudo Nuhga bergan shu va'dasi bo'yicha, shu so'zi bo'yicha, yani Xudo bo'lsa Nuhni kema orqali qutqizib, yani kema yastab va uni qutqizib, andan keyin to'pandan keyin bo'lsa kemadan uni chiqarib, aksicha razlik bo'lgan to'lgan dunyoni bo'lsa to'pan bilan g'arq qilib, andan keyin ularni oiladagilari bilan, ya'ni baliq jonivorlar bilan kemdan chiqib, shu vaqtda kemda chiqqanligini ko'ra olamiz. Andan keyin Xudo ham yana bir narsani ko'ra olamiz. Ya'ni Nuhning kemadan chiqishi, ya'ni kemadan chiqdi degan kemadan chiqishi biz yana nimani ko'ra olamiz esa, bu hamda qutqizilib kemadan chiqqanligi emas, ya'ni yangi bir dunyoni, ham shunala dunyo bo'lsa, burunqi dunyo, razlik to'lgan dunyo bo'lsa, to'pan bilan g'arq qilinib tugidida. Andan keyin bulan kemadan chiqqan vaqtida bo'lsa, yangi bir dunyoning boshlanishi bo'ldi emasmi? Yangi bir dunyoning boshlanishi uchun Xudo yana Nuh oilasidan qutqizib va ularni qaytadan baxt ato qildi bu yerda. Ya'ni baxt ato qildi degan bu yerda biz 8-bob 15-16 qaraydigan bo'lsak, Xudo Nuhga ayoling, o'g'illaring va kelinlaring kelib chiq, yanındagi barliq maxluqotlar, uchar qanotlar, cho'ng kichik hayvonotlar ilib chiq, ular yer yuzida ko'payib zamin taqaldi. Ya'ni yer yuzida ko'payib zaminga taqalsin degan bu gapni, bu so'zni Xudo yana odam oti bilan uning ayoliga mushunaq so'zni qilganligini, ya'ni jonliqlarni yaratgandimi, ularni yer yuzini ko'payib yer yuzini qaplanglar deb jonliqlarga shunday o'xshash baxtda taqilgan. Andan keyin odam bilan ayoliga ham shunday baxtda taqilgan Xudo. Ham bu 9-bobdan qayta uchraydi, shu qayta inchiklik bilan ko'rib baxsak, buni agar vaqtinglar bo'lsa odam oti bilan. Chunki bu yangi bir qatam boshlanish emasmi? Shuni, ya'ni 1-bob bilan qayta selishtirib ko'rib baxsanglarmi, bu mencha yaxshi deb o'yladim. Shuning uchun bayon degan o'xshash kemadan chiqish, qutqizilish. Yani yangi bir albatta o vaqtki Nuhning dunyosi davridagi yangi bir dunyoning boshlanishi, yangi bir dunyo, ya'ni biz yashayotgan yangi bir dunyoning boshlanishi, andan keyin Nuh oilasiga nisbatan bir qutqizilish, ularga nisbatan yangi hayotlikning boshlanishi. Bu ham bir qatim o'lib tirilganlik bilan barobarga o'xshash yangi hayotning boshlanishi bo'ldi. Ya'ni biz oldin qatimni degan Petrus yozgan 1-xatning 3-bob 21-oyat, ya'ni 1-oyatda Petrus bo'lsa bu mushuni misol qilib turib, ya'ni bu bizning hozirgi qutqizilganligimizni bildiradigan suv cho'mildirishimizning oldin bishorti. Ya'ni qutqizilganligimizni bildiradigan suv cho'mildirish. Chunki Nuhmi qutqizildi emasmi? Kema orqali qutqizildi va kemadan chiqqanda bo'lsa, yangi hayotlikni boshladi. Shunga o'xshash bizni ham Hazrat Ayso orqali, Hazrat Aysoning o'lib tirilishi orqali bizning qutqizilganligimizni bildirgan suv cho'mildirish, ya'ni biz Hazrat Aysoni Rabbim deb e'tirof qilib, barliq gunohlarimizning Rabbning qani bilan, Rabbning hayoti bilan yuvilganligini e'tirof qilib biz shu vaqtda suv cho'mildiramiz emasmi? Suv cho'mildirishimizning oldin bishorti. Ham bu cho'mildirishimiz shundaqli bir biz suv tushib chiqib faqat badanimizning tozalanishi emas, balki o'zimizni Ayso Masihning tirildirishi orqali pok vijdon bilan Xudoga bag'ishlashimizdir deydi. Ya'ni bu yerda qutqizilish, ya'ni kema orqali Xudo ularni qutqizib, kemadan chiqqan vaqtda ularga yangi hayotni ato qilgan vaqtda.
Shundaqqa yangi hayotlikni ato qiladi. Unda bu yangi hayotlik nimadan derak bo'ldi desa, ya'ni Xudoga bizni shunday qutqizgan Xudoga o'zimizni pok vijdonimiz bilan, qalbimiz bilan Xudoga yaqinlashib, Xudoga o'zimizni atab, Xudoga bag'ishlashimiz mana shu yangi hayotimizning boshlanishi ekanligini bu yerda yana ko'ra olamiz. Ya'ni shunday Nuhning hayotimi, Nuhning kemidan chiqqan hayotiningmi ana shu Petrus yozgan xatga o'xshash, ya'ni kemidan chiqishi, uning Xudoning iltifoti, mehr shafqati bilan qutqizilgan Nuhning yangi hayotining boshlanishini bo'lsa, o'xshashlar Xudo atganligini biz ko'ra olamiz. Buni nereden ko'ra olamiz desa, ya'ni Nuhning Xudoga atab qurbonlik qilgan mazmunni ko'ra olamiz. Bo'lib 20-oyat qaraydigan bo'lsak, Nuh kemidan chiqiblar birinchi qilgan ishi nima desa, qurbonlik supisi yasaydi. Qurbonlik Xudoga atab qurbonlik supisi yasab, undan keyin halol deb bekitgan hayvonot va uchar qanotlarni har turdan tanlab so'yib, ya'ni qurbonlik supitida ko'ydiradi. Ya'ni bu ko'ydiradi, ya'ni qurbonlik, ya'ni ko'ydirma qurbonligi deb ataladi. Ko'ydirma qurbonligining turi. Bu yerda halol deb atalgan hayvonot va uchar qanotlar deyapmiz. Oldin qatdan birisi so'raganda, bu yerda ko'zsigan halol hayvonlar qanday hayvonotlarni ko'zsidi deb birisi savol so'ragan. Halal deb bekitilgan hayvonotlar qaysilar desa, endi bu asosan biz Konaytining qonun sharhi lavila qismida nihoyatda inchiklik bilan deydi. Ya'ni qaysi hayvonlarning halolligini bekitgan Xudo, qaysi hayvonlarning haromligini bekitganligini nihoyat inchiklik bilan tasvirlagan. Ya'ni bizmi bilamiz balkim to'sh chaynaydigan putachimaq hayvonlar, lekin biri to'sh chaynab putachimaq emas bo'lsa, u harom. Putachimaq bo'lsa, to'sh chaynamasa, u harom deb turib bekitgan, inchiklik bilan bekitgan bir nimalar bor. Shuning o'xshash bu mazmunlarni lekin mundaqlar biz halol, harom deblar mundaqlar tushunmasak bo'lmaydi. Buni endi vaqti soati kelganda bo'libmi. Nima uchun Xudo halol va harom degan tuzumni bizga berdi? Ya'ni Xudo xalqiga halol va harom degan tuzumlarni bekitib berdi. Xudo buni tuzumlar orqali nima maqsadni, ya'ni qanday maqsadni shu tuzumlarni qilib xalqidan nimalarni kutadi degan savollar paydo bo'ldi. Shuning uchun mundaqlar tushunsak, ya'ni tezlam yuzaga tushunsanglar bo'lmaydi demakchi. Buni biz bir qadar cho'nqur mazmun bo'lg'ashqa keyin ya'ni bara mushunday mazmunlar chiqqanda to'liqlab ma'noqchi. Ya'ni so'zimizga, darsimizga kelsak, Nuh Parvardigorga atab, Nuhning qutqizilgandan keyin tunji qilgan ishi bo'lsa, Parvardigorga atab qurbonlik supisi yasab, yerda qurbonlik qilishi. Ya'ni bumi Nuhning bo'lsa, ya'ni Xudoning mehr shafqatiga bo'lgan, ya'ni tashakkur, ya'ni Parvardigorga atab qurbonlik supisi yasab, qurbonlik qilishi bo'lsa, ya'ni bayon biz o'qib chiqqan o'sha Xudoning shafqati bilan Rabbisi orqali qutqizilib qayta hayotga erishgan bizning o'zimizni pok vijdonimiz bilan Xudoga atab bag'ishlashimizni, hayotimizni Rabbga bag'ishlangan qurbonlik supisi sunishimizni talab qilgan o'xshash, ya'ni Petrusning birinchi xatda yozilgan shunga o'xshash Nuhmi mushunda qurbonlik qilishi bo'lsa, o'zining ya'ni erishgan qutqizishdan keyin erishgan mush hayotini Xudoga atab bag'ishlamoqchi bo'lgan. Ya'ni Xudoning haqiqiy o'zining Rabbi, Xudosi deb e'tirof qilib, Xudoning huquqini e'tirof qilib, Xudoni o'zining haqiqiy xo'jayini qilib, o'zining hayotini Xudoga bag'ishlaganligining bir isbot sifatida bu yerda ko'ra olamiz. Undan keyin bu yerda yana biz ya'ni ko'rib o'tishdik yana bir mazmun bor. Ya'ni Parvardigor Xudo Nuhning qurbonligidan mamnun bo'lib, ya'ni Parvardigor mundaq, ya'ni ko'nglida mundaq deydi. Ya'ni insonlarning qilmishlari uchun yerga qayta la'nat o'qimayman. Ya'ni yerga qayta la'nat o'qimayman. İnsanlarning kichigidan tortib niyatining butunlay yomonligini bilaman. Ya'ni insonlar kichigidan tortib niyatining butunlay yomonligini. Ya'ni bu yerda insonlarning gunohkor tabiatini, ya'ni Odam oti bilan Havvoning shu yaxshi bilan yomonni ayiradigan shu mevani yegandan boshlab birmi inson buning sirtida emas, hamma inson gunohkor, tug'ilishidan, tabiatidan gunohkor ekanligini bu yerda bizga tushuntirib beradi. Ya'ni bu yerda men nima uchun buni ta'kidlayman desa, islomdagi qarashlar bizga singib qolmasin, qayta bir o'zimizning qarashlarimizni qayta bir radlaylik degan maqsadda buni demoqchi. Ya'ni islom deydi, voy bolalarni begunoh, sabiy, gunohsiz, ma'sum deb turib boshdan deydi u. Lekin bo'lsa, bizning bu kitob, bu Nuhning hikoyasini biz nima ko'ra olamiz desa, mayli u tug'ilishidan, mayli u kichik bo'lsin, mayli yangi tug'ilgan buvoq bo'lsin, u o'xshash gunohkor, ya'ni tabiatidan gunohkor ekanligini biz bu yerda shuni da'vatqanligini, Xudoning shuni da'vatqanligini biz ko'ra olamiz. Bo'libmi buni biz Zabur 51-bob
Üçüncü ayet qaraydigan bolsaq, gunohkorman shubhisizki tug'ilganimdila. Hatta anamning qornida paydo bo'lganimdila deydi. Ya'ni Zabur 51 bab 5 ayet mi 3 ayet deb qo'yibdi. Men PDF mi 3 ayet deb xato yozilib qolibdi. Ya'ni bu yerda 51 bab Davud podshohning nimasi she'rig'i munojati shu yerda ne deydi? Gunohkorman shubhisizki tug'ilganimdila. Hatta anamning qornida paydo bo'lgandilar. Ya'ni homila vaqtidan boshlab endi paydo bo'lgan, endi turan bo'lgan homilami yanalam gunohkor ishkanligini, ya'ni inson tabiatining asli gunohkor ishkanligini bu yerda bizga ko'rsatib beradi. Ya'ni Zabur o'xshash Zabur 58 bab 3-oyat qaraydigan bo'lsak, razillar adashgandir, balyatkodan chiqqandilar, yolg'onchilar yo'ldan azar, onasidan tug'iliblar. Ya'ni o'xshashlar inson tabiatidan mayli homila bo'lsin, mayli u qanday inson bo'lsin, barliq inson bo'lganligi insonlar odamlarning hammasining odamatining havonining shu gunohidan boshlab, amriga xilof qilishdan boshlab butkul insonning gunohkor ekanligini, ya'ni niyatining yomonligi, razilligini, tabiatining gunohkor bo'lib razilligini mishadi ya'ni ta'kidlayotdi. Onundan keyin bu yerda ya'ni mavu razillarga asosan ya'ni razillar tug'ilgandan keyin ya'ni gap qilib mingib qolganlardan boshlablar razilliklar ya'ni paydo bo'ldi, ya'ni ko'rindi degan gap-ku. Ondan keyin Yeremiyanniki ya'ni bu yerda balyatkodan chiqishdan burun Yeremiya payg'ambarni men nima yuz qo'ydim desa, ananing qursog'ida seni aprida qilishdan ilgirlar men seni bilatdim. Sen balyatkodan chiqishdan burun seni o'zimga atab, allarga payg'ambar bo'lishga tikildim degan gapni men yuz qo'yishim sabab. Çünkü Zabur 58 bab 3-oyatda razillar adashgandir, balyatkodan chiqqandilar. Ya'ni yolg'onchilar yo'ldan azar, onasidan tug'iliblar degan o'xshash. Ya'ni biz burundan boshlab ta'kidlab kelgan ikki turli insonlarning, ya'ni birisi yilonning avlodlari, ya'ni birisi odamning avlodlari degan emasmi? Shuni bu yerda yo'rtib berish uchun men bu yerda Yeremiyani qo'shib qo'ydim. Ya'ni razillar degan gap ya'ni yilonning avlodlari emasmi? Lekin bu yerda ayolning avlodlari, ya'ni ayolning avlodlari dunyodagi Xudoga tava bo'lgan, Xudoning xalqi bo'lgan shunday insonlar bilan va boshqa bo'lsa Xudoga Xudoni tunimaydi, ya'ni Xudo deb e'tirof qilmaydigan, Xudoni hatto tunishkimi, Xudoni e'tirof qilishni xohlamaydigan, aksicha Xudoning xalqini bo'lsa mazoq qilib mashhur qildiganlar tipidagilar, ya'ni yolg'onchilar, ya'ni razillar bilan bir qator yashaydiganlar. Oshlarni biz ya'ni yilonning avlodlari deymizmi? Ya'ni mushundaq ikki turli insonlarni ya'ni mushundaq ko'z yo'rtib, ya'ni ko'z bir qadim ko'rib o'tili deb buni qo'shib qo'ydim. Shuning uchun ya'ni Xudoga tava insonlar, Xudo ularni ya'ni bu yerda tanlash, ya'ni Xudoning tanlashi, bu yerda tanlash qonuniyati kelib chiqadi. Ya'ni Xudo o'ziga, ya'ni o'zi xohlagan, o'zi rozi, o'zining farzand qilib, o'zining xalqi qilish uchun bizni Xudo bizni onamizning qursog'idagi vaqtimizda biz tug'ilmasdinlar, Xudo bizni o'ziga farzand qilib, o'zining xalqi qilib tanlagan. Albatta biz keyinroq Xudoni tanigan bo'lsakmi, lekin biz tug'ilishimizdan burun biz qaysi davrda, masalan biz vatanimizning mushundaq davrida tug'ilishimiz, mushundaq vaqtlarda qachondan boshlab biz vatanning sirtida chechilib mushundaq musofirlik hayotimizni boshlashimiz va qachongacha bunday hayotning davomlashishi va bizning qaysi davrda qayerda yashashimiz, bizga oid barliq narsalarni Xudo biz tug'ilishimizdan burun, onamizning qursog'ida turan bo'lishdan burun Xudo hammani bilib turib, oldin bilib turib, hammani bizning manfaatimiz uchun o'rlashtirib yaratganligini biz yana bir qatam, ya'ni olamning yaratilish birinchi bobda ko'rgan vaqtimizda ta'kidlab o'tgan. Bu qatamda yana bir qayta bir ta'kidlab o'tmoqchi bo'ldim. Shuning uchun ya'ni bizning tug'ilishimizdan burun Xudo bizni bilib, bizni o'ziga tanlab olgan va bizning hayotimizning barliq kunlarida Xudo bizni o'zining yo'lida yetaklaydiganligini biz doim esimizda tutsak ekan degan umidman. Shuning uchun bu yerda Xudoning mushu so'zida mushlar mazmunlarni biz ko'rib o'tdik. Ya'ni Xudo tug'ilishdan niyati yomon gunohkor insonlar tufaylidan dunyoni qayta la'natlamaydiganligini va yer yuzi mavjud bo'lganligi kunda jonliqlarni bunday yo'qotmaydiganligini, ya'ni qaytadan bunday to'pon o'xshash, suv o'xshash, ya'ni dunyoni bunday yo'qotmaydiganligini,
Hem bunu biz şu nimede Petros yazgan 3. bab qaraydigan bu yerda Xudoning nima uchun buningdan keyin yer yuzini qayta yo'qotmaydiganligini deganligiga oid Xudoning yana sabr taqati deganligiga nisbatan Petros yazgan 3. babda tafsiliy tushuntirib berdi. Buni biz yana keyin shu vaqt shuni o'rgangan vaqtimizda tafsiliy ko'rib o'tmoqchi. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun biroz uzrab ketdi. Shunday bo'lsa, endi ko'rgan mazmunni ko'rib o'taylik deb men endi qisib qo'ydim. Bugungi darsimiz mushagichi bo'lsin. Unda bo'lsa, bugungi mazmunning bo'libmi Xudo esiga oldi, va'dasi turg'ich Xudo degan mazmunlar ustida men ko'pchilikning ayrim bir vaqtlarda o'ylab chiqishini ham duo qilganlarda mushlar bo'yicha duoladimi aslab shu bo'yicha duo qilishlarini umid qilma. Ma'qulamiz qarindoshlar, hammalarga Xudodan kelgan aql farosat ro'shan qilib, cho'nqir tushuncha ato qilishini umid qilma. Turmushingizga ham Xudodan kelgan tinchlik, oromlik, huzur ichida o'tishini umid qilma.